Meni asosiy problemalarimdan biri bu uyqu. Men uxlash shunaqa yaxshi uxlashdan urushib ham qo'yaman. Uyqu shunaqa kayf narsa, nimaga u haligacha tekinligiga hayron qolaman, tushunyapsizlar? Lekin bu bitta o'zingiz uxlasangiz. Bu sherigingiz bo'lsa bu bitta hamta oshnangiznikida qolib ketsangiz, eng yomon hali ertalab turganingizda kecha uxlayapti, nima qilganingni bilasanmi? Telefonini kavlab oladi-yu, videoga ham olib qo'yganda uyatmasdan, tushunyapsizlarmi? Ba'zi bitta o'z yotganingiz yaxshi. Hurrak yotadigan tanishlar ham meni bitta oshnam shunaqa hurrak yotadi, mana shu Belarus traktorda ovozi chiqadi. Ishonasizlarmi? Ikkita qo'shnisi uxlamaydi. Uyimizga to'ng'iz kirib olibdimikin deb turib. Hovlida yashaydi. Hovlida, mana kvartira emas, 28 sotolik hovlida yashaydigan qizi. Undan ham yomoni alahsirab chiqish. Alahsirab chiqib, u tush ko'radi, men eshitib yotaman shuni. Meni kechir. Men senga xiyonat qilmadim-ku, meni kechir, qayt meni oldimga. Iltimos, deydi. Men ashuni eshitib zo'r uxlab oldim. Ishonasizlarmi? Ertalab turib, kecha uyqungda nima qilganingni bilasanmi desam, ha, kecha uyqu yaxshi olmadi, uxlay olmaganman deydi. U ana bo'lmasam